أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Savaqdaşlar, bugün dersimizden Kitabul İman degan bu temidagi 11. hadisni tushuntirib o'tmoqchi. Darsga diqqat qilib turasizlar. Al-Hadi Ashar 11. dars demoqchi. أن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تودأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينصر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. Abi Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Sizlarning biringlar tahorat olgan chaqida Rasululloh bu tahorat haqida to'xtalmoqchi azal. Chunki buning Kitobul Imonga munosabatligi pokizlik iymonning talabi va pokizlik iymonning bir xislatlari. Peygamber aleyhissalatu vesselam fakizlik haqida bek ko'p tavsiyalar qilgan. Fakizlik iymonning yerimi degan, fakizlikni Alloh taolo yaxshi ko'radi degan, musulmon ishki jihatdan mayli tasavvuri, e'tiqodi, adab, axloqi har bir ish harakati fakiza bo'ladi. Fakizlik ustida qo'yiladi. Yotgan yeri, o'ltirgan uyi, kiygan kiyimi, yegan tamoqi, qilgan so'zi, elib borgan ish harakati hammasi pokizlik va samimiyat ustiga quriladi. Mana bu nuqtadan bu hadis Kitobul Imonning qatoridan chizilgan. Shuning uchun Rasululloh bu yerda deydi, sizlarning biringlar tahorat olsa, buniga falyaj'al fi anfihi degan ma bu yerda nimani hazb qildi? Suni ma degan kalimani buniga su qilsin, su olsin. Sümmel yansur bulugusunu eli abdan qilib iççigi bir tatib şu bunun töge bağandın kin çaşsın yani iqtmisin sümmel yansur degen iqtma astağına çuquğanlıqın iqt gidido yana şu besim bilen şiddet bilen sunu çeçilgudak etrafıga çaşsın. Bu bir hadis. Demek ki bu yerde burun çang tuzdan kiradigan, axlat kiradigan va ba'zi mikrob kiradigan bo'g'achqa bu inson tashqi a'zolarini paklab, ammo badanning ichidagi ma'lum a'zolarga, ya'ni quloqning keyni degandek, quloqning ichi degandek, yo ko'zning jirig'lari degandek, burunning ichi, egizning ichi degandek, yo qo'ltiq degandek ba'zan a'zolar bor. Masalan, bu a'zolarni paklashda unda diqqatsizlik qilmasin. Alohida pokizlikning har yerlarigachilik, har taraflarigachilik, ujur, bujurgachilik pokizlik qilish haqida summal yansur degan. Va min istajmar degan tosh bilan istinjo qilsa, burunqi zamonlarda hammalarga ma'lum, u istinjo qilish uchun yo chalmi bilan qiladigan gap. Chalmi qanday yerda? Yezilarda, to'pi bor yerda. Tog'da yashayotganlar nima bilan qiladi? Tosh bilan qiladi. Ushshaq toshlar, kichik taşlar bilan istinjo qiladi. Ya'ni shu orqali cho'ng tahoratning izini, ta'sirini yo'qotadigan gap. Kichik tahoratnimi yo'q degan gap. Shuni suykab, shu orqali pokiziladi. Bunday qilsa, fal yutir taq qilsin. Ya taşni taq qilsin. Buning qumi yanida yoki taşni taq qilmasimi, pokizlikni taq qilsin. 3, 5, 7 degandek. Sizlarning biringlar uyqusidan uyg'ongan chaqida bu bir holat bo'ldi, oldingi holat. Ikkinchi bir holat uyqudan uyg'ongan chaqida
Mayli o qattiq uxlab qolsin, bosh uxlasin, kechida uxlasin, kunduzida uxlasin, uyqusini olgan chig'ida qo'lni tahorat oladigan suvga vudu tahorat bo'ladi. Vallahi vudu tahorat oladigan suv bo'ladi. Tahorat oladigan suvga tiqishdan burun yusun. Aldı bilan kelgancha. Ana bu burunqi zamonlarda suv qapaqda bo'ladi, yo dasda bo'ladi, yo tungda bo'ladi, yoki bir cho'ng kosangda bo'ladi. Ammo bugun u suv turbadan chiqqandan keyin yana u vaqtda yuvish kerak. A vaqtda qo'lni tiqib suvni oladigan gap. Onun uchun qo'lni tiqishdan burun qo'lni yusin. Sizlarning biringlar qo'lining nadi qo'nganligini bilmaydi ya. İllet fe inna. Bu yerdeki illet inna. Sebebi demekçi. Sizlerden birini kolunun nerede yatkanlığını bilmeydi. Keçilikte kol nemiş kıldı, nalini tuttu, nalini silidi, nalini mucidi, nalini tıktı bunu okulamaydı. El-ma'na l'am. Umumi manisi. Veya kalab bakılı. A'la derecatin nezafe ve esma meratibit tahara en netlube minen nazib en yezdade nezafe ve en nukellife ihtiyaten biref'i ma yutevahhemu min vesakhin ve en netlubel mubalagate fi gasli ma la yehtemmu bi gaslih kecuyubil enfi vel mubalagate fi istibra'in necaseti velev ma'a tehakkuki izaletiha. Pakizlikning yuqur tarifi, derecat degan derecesi, peştak degan ma'noda yuqur tarifi, taharetning oliy mertebesi biz pokiz odamlardan en mestariya talab minen nazib demakchi, pokiz kishilardan texmu pokizlik qilishni talab qilishimiz, ihtiyot uchun kirlash deb o'ylangan, gumon qilingan yerni naslini ko'tarib o'tishga taklif qilishimiz, yuyishga ahamiyat bermaydigan joylarni yuyishga ko'ngil bo'lishni talab qilishimiz bu pokizlikning yuqori darajasi. Masalan, kajuyubil anfi, jayib degan yoqda deymiz, burunning ichi taraflariga o'xshash. Nijosatni, maynatni tozalash, paklashda alohida ahamiyat berish. Gerçi onun yo'q bo'lganligiga ishonch qilgandimi, hamda tugidi, yo'qoldi degandimi, yana bir alohida ahamiyat berish. Shunga bu pokizlikka kelganda bak ziyoda pokizlik qilyapsa, bu isrofning qatori kelmaydi, birodarlar. İsraf emas, ortiq pokizlik qilyapganlar. Haza ma yermi ileyhi'l hadis-ü şerif. Bu ulug' hadis şerif işaret qilgan, yermi degan atqan degan ma'noda ulug' hadis şerif işaret qilgan narsadir. Fa huwa ya'muru an yudkhilal mutawaddi'ul ma'a fi anfihi wa hayashimi summa yadfa'uhu min al-anfi ila al-kharij ليخرج مع الماء ما يحتمل وجوده من منحنيات الأنف. Bu hadis taharet ağıcı kişiye suni bunuga anib degan buni, hayoshim degan bunining to'rt tarafiga shu yerga suni kirgizishga, u suni burundan sirtqa qattiq yedfa degan bisim bilan chiqarishga, u su bilan buluş ihtimalligi bor burunning agir bugur taraflarida buluş ihtimalligi bor narsaning chiqib ketish uchun chiqarishga buyurdi. Va ya'murul mustajmira bil ahjar al munaqqi biha baqaya al bawl aw al ghaid ay yaj'al al hijarata watran. Tosh bilan istinjo qilgan, tosh bilan suydik yoki cho'ng tahoratning qoldiqlarini, chalalarni tozalamoqchi bo'lgan kishini toshni taq ishlatishga buyurdi.
agar urun ishki tash bilan paklansa, u kishi 3-chisini qo'shsa, 4 bilan paklansa, 5 ni qo'shsa, 5-chisini, 6 bilan paklansa, 7-chisini qo'shsa, 7 bilan paklansa, 8-chisini qo'shsa, qo'shidi. Ya'ni qo'shsa bo'ladi. Ya'ni ortiqroq qilib olsa bo'ladi. ويأمر المسلم إذا استيقظ من نومه ألا يدخل يده في إناء أو في إناء فيه سائل حتى يغسلها 3 مرات خل نومه أو كسورا فخر فراشه أو هقرا غسل يده قبل أن ينام أو لم يغسلها فإنه لا يدري إلى أين تحركت يده أثناء نومه وإلى أي المستقذرات تعرضت. Müslüman hadis, Müslüman kişini uykusundan uyg'ongan chag'ida qo'lni qachidagi suvga fi ina'in degan qachidagi suvga tiqmaslikqa yoki uningda suyuqlik bor qachiga o qo'lni 3 qitim yuvgan qadar tiqmaslikqa buyurdi. Az uxlasin ya ko'p uxlasin, ko'rpilari isil bo'lsin yoki oddiy bo'lsin. Qo'lni uxlashdan burun yuvgan bo'lsin yo uni yumgan bo'lsin, yuvishga tiqmaslikqa buyurdi. Mana o kishi uxlagan kishi qo'lining uxlash jarayonlarida nega harakat qilganligini uqmaydi, qaysi nijosatga uchrab qolganligini uqmaydi. Baqad yakunu ihtakkat bimana'imil jismi baynal fakhzayn aw tahta al-ibt fa'alaqa biha irqun khabis aw rihun karih. Lotusning orasidagi yumshoq jismlarini, yumshoq yerlarini, a'zolarini ihtakka degan qashlab soldimi? Qattakun ihtakka degan qashlab soldimi? Yoki qo'ltiqining ostini qashlab selib, fa'allaqa degan ta'qib natijada u qo'lga nijis yoki sesiq puroq yuqib qaldimi, uni uqmaydi. Vaqat takunu qad dalakat madakhil al-anf va ifrazati aw ifrazat al-ayn fa asabaha ma law wudi'a fi sa'ilin azab. Dalakat degan qo'li burunning madakhil tüşklarini va u burun ajratib chiqqan to'qla manqilini yoki ko'z ajratib chiqqan chapoq kirlini dalakat degan tutib selib, u qo'liga agar bir suyuqlikqa qo'yilsa, u suyuqlikni buzuvdigan bir narsa yetib qoldimi, uni uqolmaydi. Shuning uchun va mabda'ul islami an-nazafa wal hirs ala niqa'il yad va taharat as-sa'il va salahiyati lish-shurb duna taqazzuz aw ishmizaz. Islomning prinsipi pokizalik. Qo'lni pok saqlashga qiziqish, suyuqlikni pok saqlashga qiziqish va u suyuqlikning ichish uchun salohiyat bo'lishini yirginmay yo qo'ynib qolmay ichish uchun salohiyatlik bo'lishiga saqlab qolishga qiziqish islomdagi prinsipi. Shunga qo'lingiz maynatlab qolsa, u maynat qo'lingizni tiqmang. Fa'ala man qama min nawmihi an yaghsila yadayhi bi an yasubba alayhima ma'an fil kharij qabla an yaghmisahuma fil ina'i hatta man la ya'taqidu talawwusahuma. Uyqusidan uyg'onib turgan kishiga qo'lini yuvishi lozim. Bi'an degan qanday yuydi desa, qo'liga sirtdan suni qurish bilan u qo'lni qachiga tiqishdan burun. Hatta bu yerda hatta g'oyat biliqni yedim, hatta beshinimi degan edi. Hatta
qo'lining nijoset bilan bulg'anganligini o'ylamagan kishi bu. Yani bulg'anmadi degan kishi edi. Fa in shakka fi talawwusihima kana awla bihi wa ahra wa azam. Agar qo'li bulg'andi, nijosetga tegib ba'da deb shak qilsa, yush avla, loyiq, vojib. كلما طال النوم كلما كان احتمال التعرض للتلوث أكثر كان الطلب آكد. uzun uxlagan bo'lsa, bulg'unishga tegib berish ehtimoli ko'p bo'lsa, yuvish talabi kuchli bo'ladi. Vallohu alam, qog'inalloh biladi. Demak, bu hadis pokizlikka ahamiyat berish, pokizlikka ko'ngil bo'lish, kichik ish, oddiy ishda pokizlikka sal qaramaslik alohida ahamiyat beradi. المباحث العربية إذا توزع أحدكم deganda bir musharafat majozi bor. Ya'ni tarat olsa degan, tarat ilishga yaqinlashsa, izaradal wudu, tarat olmoqchi bo'lsa, va ala va ashraf alay, tarat ilishga yaqinlashgan bo'lsa, va batada'u, tarat ilishni boshlagan bo'lsa, fal yaj'al fi anfihi ma'an summa yansur. Bunida su alsun, an onu çassın. Sahih rivayette falyestenşik bimin kharayhi minel ma'i summel yansur. Özünün bunuğa su elip an onu su çassın dedi. İstinsar degen ihracul ma'i minel enfi ba'del istinşaq. Burundan sunu çıkarış, burunni çayqab qo'yadi. Oldi bilan ma uchiga suni elib qig'inni istinshaq an shu to'ga çelik suni tatib elib shiddat bilan chiqarganlikni istinsar deymiz. Ya'ni burundagi suni chiqarish bilan burundagi manqini chiqarish bilan va uning o'xshagan mikrob boshqa narsalarni chiqarish bilan bi quvvati dab'i ilal kharij tashqa ishtish kuchi bilan. Va man istajmara falyutir. İstijmar degan kichik tarat yoki cho'ng taratni tosh bilan tozalaganlikni, sürtganlikni deyiladi. Va hiya al ahjarus sagir. Bu tosh kichik toshlar. Ve minhu remyul cimar fil hac. Mana bundan bu jamar degan kichik tosh degan ma'nodan hajda kichik tosh etish, shaytonga atadigan toshni kichik tosh deyiladi. İza istayqaza ahadukum min nawmihi degan hadisning zohiri kechilik yoki kunduzlikda uxlashning umumligi. Sizlarning biring uxlagan uyqusidan uyg'ongan bo'lsa, kechilikda uxlasin yoki kunduzlikda uxlasin. Lekin Abi Davudning rivoyati iza qama ahadukum min al-layl deb kechilikda uyg'onib qopgan bo'lsa degan bu umumni xos qilib oldi. Ya'ni kechilikda demakki, kunduzlikda uxlagan bo'lsa navamaydi. Qabla yudkhilaha fi wudu'ihi va ining bilan tarat ilgan su, ining bilan tarat ildigan su. Ayna batat yaduhu degan min jasadihi, ining chindan nerede qo'yganligini. Bir rivoyatda wala alama waza'a nerede qo'yib qo'yganligini qo'lda uni bilinmaydi. Fiqhul hadis, hadisning mazmuni. Yatanawalul hadis salasa masail fiqhi. Hadis fiqhga oid 3 masalani o'z ichiga oladi. Al-ula al-istinshaq wal-istinsar fil wudu. Tarat olgan chaqda bunuğu su elish ve bunuğu su elip suni kuchli chiqarish, chechish ve kemalul istinsar bi isalil ma ila daxilil anib ve cezbuhu bin nefsi ila aqsa summal istinsar ve terdul ma ma'a ma fil anfi ila al-kharij. Mükemmel istinsar degan suni burunning ichiga yetkizish, suni nefes orqali burunning to'ga tatish, summal istinsar ondan suni chiqarish, ya'ni suni burundagi po'xla, manqa va boshqa narsa bilan birga qo'shib sirtqa chiqarib o'tish, etib o'tish, mana bu istinsar bu. Ve testahibul mubalagatu fil istinshaq illa an yakuna saiman. Bunu su elib chayqashda oshurib qilish mustahab
ro'za tutuvchi bo'lgandan boshqa chaqda ro'za tutuvchi bo'lib qolib bo'lmaydi. Va aqallul istinshaq idkhalu qalilin min al-ma' fi muqaddim al-anf wa fathatayhi. İstinshaqning og'izda chayqashning tuvini azroq suvni burunning uchi tarafiga kirgizib, burunning uchi tarafiga va uning tushiga, fathat degan ig'izga kirgizish shu. Va mazhabu Malik va Shafi'i va ashabihima anna al-istinshaqa sunnatun fil wudu'i wal ghusl. Bu yuqoridagi istinshaqning ta'rifi bo'ldi, hammalar bildilar. Istinshaq degan nima desa, burunga suvni elib, to'g'richilik qanaqadir qattiq shiddat bilan chechish. Yani onu çıkarıyor öteş, içtip çıkarıyor öteş. Neticede püy, xuddi bir aşı suni çaçkan, püykügen okşaş çıkarıyor öteş. İmam Malik, İmam Şafii ve onun ergeçken sahablarının mezhebi istinşaq, taharette bolsun, gusluda bolsun, sünnet. Ama İmam Şafii, İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh istinşaqni manimada gusluda istinsarını gusluda feriz deydi. Bunun delilini biz ötken defadık. Burun taş yüz gitarı. Ama onun suası ağlı boğallık için Allah Teala yumlu dedi. Yuş mümkün, kolu tıkıp yuyamsız, başka latte bilen yuyamsız. Yuyuşunuz mümkün. Şunun için onu feriz deyimiz. Bu hafta bir deliller var. Ve habalul emra fil hadis elen nedbe. Hadisteki buyruk ne? Yukarıdaki pelyesten şık degen bir hadis var. Bu buyruk ne? Mustahapke yükledi. Mustahap. Vel meşhur an Ahmed ennehu vacibun fil vudu'i vel gusl. İmam Ahmed istinşaq, taharet, gusluda vacib degen qarashqa bağlan. La yasihhan bidunihi. O ikisi taharet sünnet, onunsiz to'g'ri bo'lmaydi, ya'ni fariz. Va huwa mazhabu Davud az-Zahiri. Bu İmam Davud'ninki zahiricha Davud'ning mazhabi fariz deydi. Va hamalul amri alal vujub. Bu yerdeki fariz deyishning sababi bu yerdeki emri vacib. Her qandaq vacib, her qandaq emri vacib bo'lib turibdi. وقالوا لم يحكي أحد ممن وصف وضوء رسول الله على الاستقصاء أنه ترك الاستنشاق. Bu birisi emir ben istemiş Peygamber'in bu yerdeki emri vücub için asli haletinde illa vaciplikten başka bir tarafga yükleydiğen delil bulab qalsa ya mustahab yüklenidi yoki mubahlik yüklenidi deymiz. Ama bu yerda unda yo'q. İkinci delili bundaq dedi. Resulullah'ın taharetini tekshirib, aniqlab, sifatlab bergan sahobalardan hech kim eg'iziga suv ilib, ya'ni burniga suv ilib chayqashni qo'yganligini hikoya qilmadi. Hech kim hikoya qilmadi. ومذهب أبي حنيفة وأصحابه أنه واجب في الغسل دون الوضوء. إمام أبو حنيفة وأصحابları burnuga suv ilib chayqashning g'uslida vojibligini, tahoratda vojib emasligidir. Tahorat bilan g'uslining o'rtasida farqlantirdi Imom Abu Hanifa. Buni biz Al-Ixtiyor li Ta'lilil Muxtar degan nomli kitobimizda obdan tushuntirib, yaxshi bayon qildik. Shu kitobga murojaat qilishni tavsiya qilaman. Amma al-istinsar fa huwa mustahab. Istinsar o mustahab. Vacib emas, bil ittifaq. Ağzıga burunga suv elib chayqash bu vacib yoki emas, tahoratda vacib emas, g'uslda vacib degan ixtiloflar bor. Ammo istinsarchi desa burunga suv elish masalasida bil ittifaq. Ammo burunga suv elib to'g'ichilik olib shu toza chechib turib chiqarish bu masalaga kelganda bil ittifoq vojib emas. Va kamalu kayfiyati onun mükemmel sıfatı en yedrahal ma min anfi birifqin sunub bunudin mihribanlık bilan çıkarish. Aslında temitib turib. Li alla yusiba ma havla atrafidagi yaligi yo'q qolmaslik uchun va yasta'ina bizalika bi asabi'ihi al-yusra va chap qo'lining barmoqlari bilan
yordam talab qiladi deb. Bunda sunaylik uni akalib. Yazghutu bi rifqin ala fathatayil anfi burunning tüşkünün egizliği mehribonlik bilan besim qiladi. Bunda akalib. المسألة الثانية الوتر في الاستجمار. İkinci mesele istinca qilishda taq qilish. ويرى الشافعية والحنابلة أنه لا بد في الاستنجاء والاكتفاء بالأحجار من إزالة عين النجاسة. İmam Şafii ile İmam Ebu Hanbali ile istincada nicasetinin aynini, özünü yoqtishdan ibaret yoqtadigan taş bilan kifoyalanish lazım deb qaraydi. Ve 3 qitim to'liq 3 qitim sütüş yani etish lazım. Agar bir tal taş bilan ولو استنجى بحجر واحد له ثلاثة أطراف agar 3 tarafı var, 3 bucuğu var, 3 tarafı var, bir tal taş bilan istinja qilsa, istinja qilib, famasaha bi kulli tarafin masha ajza'ahu. Her tarafı bilan bir qitim bir tarafni aysa, uni kifoya qildi. 3 taş emas, bir taş bilanmi 3 tarafı bo'lsa, bir qitim ma tarafı, ikinci qitim A tarafı, üçüncü qitim yeni bir tarafı bilan e'tibarsa 3 taş bilan e'tishning zarurati yo'q. Ve in kanatil ahjaru salasa abdal min hajarin lahu salasat ahrub. Agar 3 taş enin 3 tarafı var bir tal taşdan afzal bo'lsa lil qubul salasat ahjar oldi tarafga 3 taş, keyni tarafga 3 taş lazım. Aldığı 3 taş, keyni 3 taş. İza hasalal inqa'u biha 3 taş bilan şu tazalansa. Fa in lam yahsul al inqa'u biha vajaba rafi. 3 taş bilan tazalanmasa vajaba rafi 4-incisi lazım. Fa in hasala al inqa'u bih 4-incisi bilan tazalansa istahabba khamisun lil itar bih. 5-incisi taq qilish uchun mustahab. Ve hakaza yecibul inqa'u mahmazat ve yestahibul itar. Mana shuningdek tozalash mustahab, har qachon ziyoda bo'lsa ve taq qilish mustahab. 4-incisi bilan tozalansa 5-incisini qilib o'tish mustahab. 5-incisi bilan 5-incisi 6-incisi bilan tozalansa 7-incisini ishlatib o'tish bu mustahab. وذهب المالكية والحنفية إلى أن الشرط الإنقاء فقط ولو حصل بهجر واحد ومسحة واحدة. İmam Maliki ile İmam Şafii şart fakat paklaş, tazalaş. Eğerçe o tazalaş bir tal taş bilen ya ki bir qitim aytish bilan bo'lsa, tazalaş şart degan ibodat. وقالوا إن أحاديث ثلاثة محمولة على الندب مبالغة في الإنقاء. Bunda vaqanda 3 taş degan hadisga qanday qaraysiz desa, deb savol qilganda ularga deydi. 3 taş degan hadis mustahab yuklandi. Toza paklash, yaxshi paklash uchun. Hal taqumul kharqu wal warqul mutasharrib maqam al ahjar lata qog'oz suv tushirilgan ya'ni ho'l qog'oz toshning o'rnida turamdi. At-tahqiq va na'am rost gap to'g'ri turadi. Shunda qog'oz bo'lsin bo'ladi. Bugun qog'oz bo'lsin, lata bo'lsin, boshqa varaq g'azal bo'lsin, bo'laveradi. Çünkü لأن المعنى فيه أن يكون مزيلا مانعا من الانتشار. Çünkü taştaki mana şu nicasetinin tarqılıb ketişdən to'sadigan onu yok qiladigan bo'lish lozim. Valihaza qala Şafi'iyya shuna İmam Şafii yani Şafii mazhab bunlar dedi. Vallazi yaqumu maqam al-hajar taşning o'rnida turadigan kullu jamid her qanday cansız cisim tahir pak nicasetni yok qiladigan bunda yok qiladi. Durust
Yani hül olsa durus emas, fala yasluhu zucaj, yani aynak olsa durus emas. Leysa lahu hurma ka hitanul masjid. Mescidin tamlarına okşaş hürmeti bulmagan ve evraqi kutubul ilim, ilim kitaplarının varaklarına okşaş hürmeti bulmagan ve la huve cüz'ün min hayvan, hayvanın bir parçası bulmagan ve zade ba'duhum, yani ulmalarının bazısı nefis bulmagan dep koydular. Bak kıymet, etva bulmagan bunda narsalarni qo'shib qo'ydi. Fala yasluhu biz-zahabi wal-fiddati wal-ali, shunlashqa oltin, kumush, marvayatlar bilan loyiq bo'lmaydi. Buning hammasi durust bo'ladi deydi. Ya'ni hul bo'lmay, quruq bo'lsa, pokiza bo'lsa, nijosat bo'lmay, aynini yo'qotayotgan bo'lsa, aynak bo'lmay, hurmatlik tam mescidin tamları, kağızla ilim ve hayvanın bir parçası ya kıymetlik bulmagan her kandak neyse duruz nicasatli yoktalıdır. Onun bilen istinca kılış duruzdur. Haza bu gapni çıkıp tutun. Ve kâlen Nevevi, İmam-ı Nevevi bundadır. Ellezî aleyhil cemâhiru mine's-selefi vel-halaf ve ecma aleyhi ehlul fatwa min a'immetil emsar ennel ebzel en yecma'a beynel ma'i vel hacer فيستعمل الحجر أولا لتخف النجاسة وتقل مباشرتها باليد ثم يستعمل الماء. Salaf ve halaflardan ibaret cumhur ulamalar inin üstüne boğan Misr yani şehirlerinin imamlarından ibaret ehli fatva inin birlikte gelgen qarash en to'g'risi su toshni billa ishlatishi toshni avvalan ishlatish nijosat ozroq oz qolsin o nijosatni qo'lda tutish mubosh qo'l bilan tutish oz qolsin summa yasta'milul ma an suni ishlatsin degan qarash. فإن أراد الاقتصار على أحدهما مع وجود الآخر جاز. Eğer ikisinin biriga yeni bir sebep olsun mu? Mesela suba kağızga kupaylanaman, şununga boldi qilaman deganni iroda qilsa durust. Vel ma'u hina izin afzal min al-hajar. Bunda o'g'anda tosh bilan emas, suv bilan qilish shu vaqtda tosh bilan qilganlikdan afzal. لأن الماء يطهر المحل طهارة حقيقية. Çünkü su nicasetinin ordunu hakiki paklaydı. Amma el-hacer fala yutahhiru. Amma taş onu paklayamaydı. Fakat nicasetini azgı yengilleştirirdi ve elinden afıqılıqan nicaset bilen namaz okuşunu mubah kılırdı. Taş bilen to'liq paklayanmasa mı? Ama nicasetini az qaldırgandan keyin az qolgan nicaset afı buludu, afı qılıngandan keyin namaz o'qiyvergili buludu. El-mes'eletu salisa Ghaslul yedayn qabla idkhalihima ina as-sa'il. Qo'lni suyuqliq va qachig'i tiqishdan burun yuvitish. In qama minan nawm. Agar o'rnidan qo'pgan, uyqudan uyg'ongan bo'lsa. Ve mezhebul cumhur min al-fuqaha vel muhaqqiqin anna ghaslal yedayn qabla ghamsihima liman qama minan nawm أو شك في نجاستهما مندوب. Fuqahalar, muhakkik ulamalardan bulgan cumhur ulamalarının karışı iki kolunu onu qachiga tiqishdan burun uyqudan uyg'ongan kishiga yoki iki qo'lning nijisligida shak qilgan kishiga yuvitish, ikki qo'lni yuvitish bu mustahab. Onu yumaslik makruh. Ve zahabal İmam Ahmed ila vujubil ghasl inda al-qiyam min nawmil layl dun nawmin nahar. İmam Ahmed kechinin uyqusidan uyg'onsa, kunduzning uyqusidan emas, yuvitish vojib deganga bordi. Vel cumhur ala anna al-ma'a la yanjis iza ghamasa yadahu fihi qabla ghaslihima. Cumhur ulamalar su nijis bo'lmaydi agar qo'lni yuvuvchi kishi qo'lini suvga yuvishdan burun tiqib olsa degan qarashga bordi.
Çünkü asli qo'l suda poklik. Şunun bilan shak bilan necis bo'lmaydi. Qolganini Alloh taolo biladi. Demak, qo'l pokiza, su pokiza, uxladi, nada yotdi, qo'li, nada nima ish qildi, uxlab bo'lganligi uchun o kishi qo'lini suvga tiqib solgan bo'lsa, "Voy, suvni bulding ya, necis oldi ya" degani bo'lmaydi. Chunki qo'li pokiza, su pokiza, ammo shak bo'lganlik ehtimoli bilan yutishga buyurilgan bir yerda. Shuning uchun shak bilan asli pok bo'lgan, asli jazma bo'lgan narsani yo'q qilishga bo'lmaydi. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Alloh taolo darsimizni davom ettirishni qilsin. Yana Alloh taolo har vaqt, har doim darsimizni ko'rishga nasib qilsin.